Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hammaga xayrli kun. Bu 16-may. Sizlarga non topar texnikalardan traktor ko'rsatamiz, xudo xolosa. Mana 504 degan model ekan. 2025 hali paket. Top-toza turibdi, 25-yilda ishlab chiqarilgan. Dumzo'r, hamma jishshidi. Top-toza. Egalari plaza rup sotayotir ekanlar. Demek balonlar toza, ayna ko'rib turganlaringizdek. Bu texnikaga tushunadiganlar bo'lsa, TT504 degan modeli. Selerka motor arkalarini yana ko'rib turibsizlar. Pluxi, chizig'i, hamma narsasi bor. Chiroyli etib tuzib qo'yibdilar egalar. Otizlara eni kichkina mevali otizlar ham ketaveradi. Aralıqlardan o'tib, surib yerini fermerlar bo'ladimi? Shunday vaja qiziqadiganlar bo'ladimi? Dumzo'r. Texnikamiz ishlab turibdi, kamchiligi yo'q. Hozir ishlarni, funksiyalarini ham ko'rsatamiz. Endi men davom yaxshi tushunmayman, shuning uchun tushungan odam kelib ko'rsa dumzo'r, barter xizmatlarimiz ham bor. Yanama ekan bu yoqib bilsam, yana yoqib ko'rsataman. Pozisyonlar ham bor ekan. Bunda mikrofonlar, kolonkalar hamma narsasi ishida. Yana perdeler ham bor ekan. Rullari dim yumshoq ekan. Hidrolik ekan rullar ham. Pasoz ham bor ekan bunda. Pasoz tarsib o'sadi ekan. Xullas, shunday texnika kimga qiziq bo'lsa, pastga nomerlarni chiqarasizlar. Bahosi 155 million so'm. Haydab ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Ko'shko'proq avtomarketda turadi. Shuni texnika qarab olganlar bo'lsa, yuborib qo'yinglar. Hammangizni kutib qolamiz. Rahmat.